uxlab oladi, ko'zlari bundoq katta bo'lib, ola-kula bo'lib ketadi. Kichkina chaqaloqlarda kuzatganmisizlar, shunaqa bundoq ko'zini katta olib ochadi. O'sha bolalarda ham optik travma bor, kislorod yetmaydi. Tushundinglar? Yig'lab, baqirib shunaqa qilayotganda kislorod yetmaydi, keyin ko'zlari bundoq bo'lib ketadi. Mantlari o'sha ko'kargan bo'lishi mumkin. Shunaqa narsalarni ko'rasizlar. Keyin sekin katta bo'lgan sari uni ma'notida bundoq куриный грудь bo'lib, bundoq chiqib qolishi mumkin ma'notida. Клиновидная грудь ham deyiladi bu meditsinskiy tilda, клиновидная грудь deyiladi. Shunaqa bo'lib ham chiqib qolganda yoki bunaqa ichkariga kirganini ko'rishingiz mumkin. Воронкообразный грудь. Bir xillarda даже bo'ladi va bunaqa bachkovый, bundoq dumaloq bo'ladi. Hamma tarafdan bundoq dumaloqga o'xshab turgan bo'ladi. Unaqa holatini ham ko'rishingiz mumkin, u ham optik travmasi bo'ladi. Yoki bir xillarda o'sha bundoq joydagi ozgina spaykalar tufayli ko'krak qafasidan tashqariga qayrilib chiqib qolgan bo'ladi. Unda do'ppay bu yoqqa chiqqan bo'ladi. Bir xillari mana bu yoq tarafi ichkariga kirib ketgan, bu yog'i chiqqan, ammo bir xillari bu yog'i ichkariga kirib ketgan. Hammani qaysi tarafida optik travmirованный bo'lganiga qarab o'zgarish bo'ladi. Lekin uni bizda nima deyishgan? Raxit deyishgan edi. Yo'q, o'sha optik travmasi ekan.